Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomli programmam orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bugungi Xitoy qulaydigan Qasqaldi nomli programmamning 43-qismida yana Xitoyni muloyiz qilamiz. Xitoydan iborat bu zavodni, xalqaraning ishlab chiqarish zavodining qanday ahvolda ekanligini muloyiz qilamiz. Bugungi programmamni men muqaddima, doimga o'xshashlar muqaddima, markaziya va shundaqla xotima qatorliq 3 qismdan tashkilladim. Unda bo'lsa programmamning muqaddima qismiga kirib ketdim. Bugun hammalarning xabari bo'lgandek 1990-yili aziz vatanimiz Sharqi Turkistonninki Barın yesidi yüz bergen, barın qarşılıq görüşüş hareketi, barın inqilabi ve barın qırğınçılığının 36 yıl tolgan gün. Bu münasibet bilen barın inqilabida şehit bolgan barlıq şehitlerimizga, Zeynudin Yusuf başlıq barlıq şehitlerimizga Allah'dan cenneti firdevsler tileymen. Barın inqilabının bağışlap yazılgan Muşu bir kitap var. Bunun başka kitaplar var mı? Ben okumaydıkken. Benim kolumda muş kitap varken ben çok izlep sürüştürüp gittim. Barın inqilabı hakkında yazılgan muşu bir makalla toplum varken bu Barın inqilabının 15 yılı münasebeti bilen yazılgan makallanın toplumu iken bunu Dünya Uyghur Kurultayı tarafından nashr qilingan Barın inqilobining 15 yillik munosabati bilan Tehlimakan Uyg'ur nashriyati tarafidan bu Allohga shukr, buning ichidagi Abdullahga uchun rahmatlarimni Dünya Uyghur Qurultayiga rahmat, Dünya Uyghur Qurultayiga va Tehlimakan Uyg'ur nashriyatiga rahmatlarimni bildiraman. Barın inqilobi haqida mushunchalik bir izni bo'lsa-mu qoldirib qo'yibdi. Bizdeki mening yuragimning bek og'riydigini shu inqilobiy kurashlarimiz haqida yozilgan kitap va nimalar maqolalarning oz bo'lib turayotganligi. Shuning uchun yozayli, xotir qoldirayli. Ikki narsa bir millatni qutuldirdi. Birisi Qur'on, yana birisi qalam. Dunyoni fatih qilgan ikki narsa bor. Birisi Qur'on, birisi qalam. Buni men jiq ta'kidlab kelyapman. 2023-yil İstanbulda o'tkazilgan İstanbul 20 leksiya faoliyatidami Uyg'ur adabiyotining kelajak temasi qirg'inchilik adabiyoti degan leksiyarimdimi dunyoni ikki narsaning fatih qilganligi, birisi Qur'onning, yana birisi qalamning ekanligini, agar Qur'on yo'q bo'lgan ahvol ostida qalami bilan fatih qila oladiganligini jiq ta'kidlab o'tgandim. Shundaq biz qo'limizda qalamimiz bo'lgankan, qalam orqali shu barliq inqiloblarimizni xotirlab yozib to'liq ham bugungi xotirlarimizni xotirlab yozishimiz kerak. Ikki narsadan shuning uchun dunyoni ikki narsa fatih qilganlik uchun Xitoy shu Uyg'urlarni besib olgan, Uyg'urlarni mustamlika qilgan 80 yilga yaqin vaqtdan buyon ikki narsadan Uyg'urlarning ikki narsasidan nayt qattiq qo'rqib andish qilib keldi. Xitoyning shunchalik nurg'un mablag' selib Uyg'urlar haqida, Uyg'urlarni 6 millionga yaqin Uyg'urni jazo lageriga tashlab, yana qul ishchi, qul o'ttir asr jaholat davriga qul qilib, maash bermay pulsiz qul qilib ishlatayotganiga qaramay, yana andish qilib qo'rqib Shanxay 5 hamkorlik tashkilotlarini qurib, dunyo xalqiga ta'sirlarini ko'rsatib, shundaq nurg'un turmalar bo'g'iniga qaramay, yana shundaq nurg'un mablag'larni sep dunyo bo'yicha qo'g'lab surtib qo'yayotganligininki yoshirin yengida ikki qo'rqish bor. Birisi qurolliq qo'rqish, yana birisi qalam qo'rqishi. Qalam kirishi bilan qurolliq kurashning Uyg'urlarning qo'lini qochib ketishidan Xitoy intayin qo'rquvli. Shuning uchun az bir sondagi butun Sharqi Turkiston xalqining 30 million
Uyghur halkı var desek Şarkı Türkistan'da ya ki 20 milyon desek şunun 1% mi ya ki 20% mi teşkil kılmaydıgan şu az sandaki kural yollarını izlep жүрген kişilerimizden şunçilik endiş kılıp ensirep ketivatqanlığının sebebi muşu. Çünkü ular Uygurlarning qalamni tutgan vaqtida qandaq tutib yetadiganini, Qur'onni tutgan vaqtida qandaq tutib yetadiganini intayin yaxshi bildi. Uygurlarning qayerda qurol babısını agar izlashga to'g'ri kelib qolsa, qurol izlashga to'g'ri kelib qolsa, qandaq sharoit, qandaq vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar uni izlab topadiganligini, çaresiz qalgan ahvol ostida, çare yo'lida Qur'onni shundoq izlab topadiganligini nihoyat yaxshi bildim. Ham qalamningmi Uyg'urlarning qo'liga qalam tushganda, qalamning Uyg'urlarning o'zining qo'lida tavrab ketgan vaqtda xuddi yer zimin tavrab ketgandek bir vaziyatni shakllantirganligini, yer zimin tavrab ketgandan keyin dunyoning ziminlarning, tog'larning, butun tabiatning qaytadan bir shakllanganligiga o'xshash Uyg'urlarning ruhiy dunyosidami bir tavranish bo'lib, Uyg'ur ruhiyatining qaytadan vujudga kelganligini, yangilanganligini, yangidan tug'ilganligini bilganligi uchun Uyg'urlarning qo'liga birisiga qalam, biriga qurol chip qilishni, ya'ni alam chip qilishni Xitoyni ansirab qo'rqibdi deydi. 5 fevral G'ulji inqilobi va Barin inqiloblari mana shundaq sarxil kishilarimizningki inqilobi, baldir uyg'ongan kishilarimizning inqilobi Zeyniddin Yusuf va Ibrohim Ismoil G'ulji 5 fevral inqilobining sarkalaridan mush ikki sarka bizning bugungi kunimizga, bugungi holga kelib qolganligimizni, Xitoyning bizni qirib yo'qitib qirg'inchiliklarni ip berib, lagerlarni qurib, shundaq oqibatni sodir qilganligini to'nib ketgan nihoyat ilg'or kishilarimiz. Bu ilg'or kishilarimizning yotgan yerlari jannatda bo'lsin. Bu haqda men so'zlasam bek uzun so'zlab ketaman. Yana programmamni men bugun bekchiq tayyorladim. Bu haqda yana ayrim to'xtalamiz. 5 fevral G'ulji inqilobining sarkisi İbrahim İsmail ve Barin inqilobining sarkisi Zeyniddin Yusuflarning shunchalik qimmatli hikoyalari, xalq orasida taqilib жүрген rivoyatlari, ig'izdan ig'izga ko'chib жүрген qimmatli rivoyatlar bor. Bu Barin inqilobi haqida shu nihoyat nurg'un narsalar yozilishi kerak deb o'ylayman. 5 fevral G'ulji inqilobi haqida shu hozirgi shu qirg'inchilik tariximiz haqida shular haqida cho'qim qalam tavrish kerak deb o'ylayman. Yana birisi bugun shu muqaddima qismimda deydiganim shu Abnum rayonlik partikumning sho'jisimi Xudoyim shundaroq bu Xitoy qo'ygan bizning vatanimizga qo'ygan boshliqlarning vazifalariga ancha bak, jallodlarning vazifalariga bak qiziqib ketmayman. Shunchalik qattiq ishlab basimi yana shu Mashonroy deganni intizomga va qonunga qattiq xilof qildi degan bano bilan qo'lg'abdi. U asli chiriklashib ketgan. Ularning tegitakda chiriklashib hozir boshqarib bo'lamadi. Bu chiriklashish hozirgi Iranning chiriklashishi bilan o'xshash. Butunlay chirik shu parxor, chirik axloqiy jihatdan bo'lsin, hamda Xitoy shu demokratlari o Mashonroyni shu Shi Jinpingning ayoli bilan axloq jihati chatoq va undaq degan ba'zi gap so'zlarni jiqvatdim. Men u Xitoy demokratlarining programmalarini ancha anglab ketmayman. Chunki ular tozi Xitoyning mayda o'xshash bo'lgandan keyin bular yolg'on gapni jiqildi ekan, to'qilma, mundaq samimiy, chin, mundaq nimalar yo'q ekan ancha bak. Shuning uchun men ularning so'zlagan so'zlariga bak diqqatni qilib ketmayman. Arlab haqiqatan shu bir qo'l cho'yliq to'xtag'idek paketga degan vaqtimda deb ishlatmasam.
Şu Marşan reyonunu ana şu Uygurlar üstüden şunçilik qattiq qirg'inchilik yurgizib Xi Jinpingning degani yeri keltirib berganiga qaramay uni qo'lg'apti, chunki u chiriklashib va boshqa intizom va axloqiy chatoqlar chiqib, hozir Xitoy Kommunist partiyasi rahbarlarining ichida, harbiy qismning ichida u chiriklashmagan birmi amaldor yo'q desak bo'ldi. Bularninki chiriklik o qon qiyniga, tarixiga singib ketgan. Tarixdan buyon bular ashtaq. Shuning uchun bular o'ngaylan hokimiyati oxirga borganda chiriklik bilan qulaydi. Eng oxirida chiriklik bilan, parxo'rlik bilan qulaydi. Shu hozirgi g'ingshib qolgan shu İran hokimiyati bilan o'xshaydigan bir yeri bularning ichki qon qiyniga o'tib ketgan, tomir-tomirlarga o'tib ketgan chiriklik. Xi Jinping chiqqanning yog'izi shu chiriklikni tanlab ilg'ab bo'lanmay, yo'qitib bo'lanmay, oxirida bu ishki to'qinishlarga aylanib ketyapti inshaalloh. Bu Xitoyning g'ulishidagi asosli bir to'rik bo'lib qoladi. Endi Xitoy bilan shu Amerika bilan İran urushi yuz bergandan keyin dunyo miqyosida asos jihatdan bu urushdan kim foyda oldi, kim ziyon tortdi degan munozaralar nurg'un bo'lyapti. Nurg'unlagan kishilar shu Xitoyni foyda oldi, Xitoy bek foydib ketdi, Xitoy jimma turilish taktikasini ishlatish orqali bek jiq strategiya jihatda o'tib ketdi degan munozaralarni, muloyizalarni qilyotdim. Lekin Xitoy bu o'tmadi. Xitoyningki bu qilmishlari Amerika buni diqqat qilganlik. Amerika sukunat ichida kuzdiglik Xitoyning nimalarni qilayotganligi, Xitoyning bilan İran o'rtasidagi tirangida tushib ketgan bir janrning tevishini Amerika bilalaydigan saviyada deb o'ylayman. Endi Xitoyni shu foydib ketdi degunchilar qanday jihatdan foydib ketdi deyapti degan vaqtlarda birinchidan Xitoy to'xtamasdan dollarning kursini tushirish uchun, dollarning kursini tushirish, Amerikaning tishiga tegish, Amerikaning dollarining paxallashtirib qiymatini yo'qotib, mahiyatda Amerikaning inovatini dunyo yuzidagi obrazini xoniklashtirib, Amerikani ikkinchi o'ringa tushirib qo'yib, o'zi dunyo xo'jayin bo'lishdek hiyli kirsining oqsiq yoshiringan shu dollarni kamsitish, tuvan tushirish yuzidan shu yuan bilan nefsoz qilish ni ilib beriliq bu nimaning o'tirsida İran bilan. Bu albatta Amerikaning nayati tishiga tegayotgan masalalarning biri bo'lib, dunyo sen hukmronlik qilmaysan, balki men hukmronlik qilman degan ma'noni bildirdi. Bu jihatdan ba'zi davlatlarning muloyizachilari yemishdaq, voy Xitoy anda o'tib ketdi deb bu bir mezgillik o'tib ketganlikdek bilingan bilan buning so'riqini qiladigan kun keladimi İranning oqsidan. Yana birisiga shu dollarning kursini tushirib yuanni majburiy holda yuqori ko'tarilayotganlik Xitoyning Amerikaning urib etishidagi, qattiq urib etishidagi sabablarning biri. Bu bir tarafdan Xitoy foydib ketganda ko'rinayotgan bir yuz, buning yana bir yuzi Amerika Xitoyni qattiq urib etadi bu sababdan. Bundan boshqa nadir elementlar masalasida Xitoy Amerikaga cheklim qo'yapti. Davlat manfaatiga munosabatlik, ya'ni Amerikaning nozuk davlat manfaatiga munosabatlik masalada Xitoy Amerikaning tishiga tegayotdi. Buni bir siyosiy ko'zir qilib berdi nozuk elementlar masalasini. Bu sababdan Xitoyni Amerika qattiq uritishi mumkin. Bu Xitoy qanday ko'rinayotgan narsalarning Amerika sukut qilib turayotgandek narsalar bo'lsin, lekin buning ostida yoshirin bir uzun mezgillik sukunat, qonliq kurashga homildor deganimizdek, Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning bu sukunati,
bu sükunatı qattiq bir portlashning, qattiq bir urilishning yuz berdiganligini bisharti bo'lib turyapti. Onundan başqa Xitoyninki Amerikaning eng tishing tekkan masalalarning biri bu qitimqi shu Amerika İran urushida, Amerika Isroil İran urushida Xitoyning Baydo shirkati İranning Isroilga atgan füze yani zamonaviy qurollarning navigation sistemini, yani iz qo'llash sistemini maxsus bir qo'lliq boshqarib bergan. Şuna İran'ın İsrail'e atkan bombalarının menzilini tepiştiki iniqlik derecesi nayet yukarı boğan. Bu İran uruşunun keyin Amerika'nın ve İsrail'in birleşip Xitay'ın uruşudaki muhim noktalardan yana birisi. Onundan başka Xitay 1,5 milyar dolarlık neftni qarangı bazadın, yani Amerika jaza yürgizgen İran'dan ibaret bu İran'ın qarangı bazarından Amerika jaza koygan İran'dan 20%'den 30%'gacha azam bada setip zapaslıvagan. Zapas besivagan 1,5 milyar dolarlık neftni. Biz ötkenki programmamda mavcuk ta'kidlagan dünyanın bir zavodi Xitoy. Bu zapas neftleri qanchalik yetadi Xitoyning? Bu bir masala. Ondan keyingi bu zavodning energiya manbalari uzilib qolgan vaqtda uzilib qilish ehtimolliklari bormi? Bu ahvolda Xitoy qanday bir ahvolga tushib qoldi? Demek, şu yukarıdaki noktalardan Xitoy hazır növbette nayet paylayıvatqanda görünüvatqan bolsunmu, bu fakat muzdağının su yüzüge de biz köreligen yüzü. Onun görünmegen yuşurun katlamlarda Amerika'nın çığı tekken nayet nurgun işler var. Fentanyl meseleleri, onun için Amerika'nın texnikalarını uğurlaş ve nurgun şu Amerika'da saqchi punktlarını qurish, Kanadalarda shunda ishlar. Bu muqaddima qismimda deydiganlarim shunchalik. Endi programmamning markaziy ideya qismiga kirib ketaman. Xitoydan iborat bu zavoddan ba'zi narsalar Xitoydan iborat bu zavodni zavod qilib turadigan ba'zi omillarning, ba'zi narsalarning kayıp ve keçip ketiyotganligi haqida muloyiza yurgizgandim. 42 qismimda shu qilib qolgandim. Davomlashtirma 2 bölüm. Endi o'tgangi qism shu dunyo markalarining Xitoydan qiyishi va qechishi haqida to'xtalgandim. Bugun 2 bölümde dunyo markalarining Xitoydan qiyishi yoki qechishidagi sabablar haqida to'xtalman. Dunyodagi hech qanday bir shirkatningki boshlig'i atdiganda o'rnidan turiblar Xitoy maqsad ishlab chiqishini to'xtatamiz, zavodlarimizni chugimiz, ekitimiz demaydi, hech qachon demaydi. Agar shundoq deb qolgan bo'lsa, Xitoyning ichki qismida, zavodning ichki qismida masala ko'rilgan bo'ldi. Qanday ahvolda Xitoydan voz kechishni o'ylashadigan bo'lib qoldi? Chet el shirkatlari g'arblik mablag' solg'uvchilar uchun aytganda Xitoy degan nima? G'arblik mablag' solg'uvchilar, g'arblik boylar, g'arb davlatlari, Amerika, Yevropa qatorliq davlatlar uchun Xitoy degan nima? Xitoy nimaga teng? Degan vaqtimizda Xitoy bir azam baho, uning qo'shilgan ishonch, uning qo'shilgan unum bo'lgan vaqtida Xitoy g'arbning nazaridagi Xitoy bo'ldi. Demak, asas jihatdan g'arbni manfaat bilan ta'minlaganda u Xitoy bo'lib atildi. Agar bu shu tanlama buzilishga qarab mangan vaqtida bu tangpunliq dazgatgan vaqtida g'arblik Xitoyga mablag' solg'uvchilar Xitoydan qiyish yoki qichish yoki chiqib ketishni o'ylashdi. Navbatda nurg'unlagan g'arbniki dangliq marka shirkatlari Xitoydan
çekinip çıkıp geçişini o'ylashyapti. Bunun sebepleri tövendikçe. Birincisi, nüfus meselesi. Xitoyda ishlayotgan nüfus 68%dan 69%gacha bu. Bu deganlik yosh ish kuchi tez Xitoyda ozlayapti. Xitoydagi bir ishchining soatlik ish haqi o'tir hisob bilan $4 to'g'ri kelayotgan bo'lib, Vietnam qatorliq davlatlarga solishtirganda qimmat. Vietnam qatorliq davlatlarga solishtirganda qimmat. Ikkinchi bir zavod bo'lish kandidati Vietnam bo'lib, hozir Vietnam Xitoyning oldiga o'tib ketaylik. Ya'ni azan ishchi kuchi, ham yosh ish kuchi jihatda Vietnam Xitoyning oldiga o'tib ketadi. O yosh kuchlarning ozlab ketishini o'tgangi qism programmamda to'xtalgandim. Yana vaqt ishib qolsa, men bu yosh ish kuchlarning qechishi, bu bir masala. Xitoydan qechishi, Xitoy diktator hokimiyatining qechishi, Xitoydagi ishsizlikdan qechishi, Xitoydagi vabodan qechishi, Xitoydagi Covid qatorliqlar va uning oqisidan kelib chiqqan nurg'unlagan yo'shirgan xalqdan yo'shirib dunyodan yo'shirgan kasallardan qechishi, o'qishsimi, oliy maktablarni tutasimi, ish topolmaslikdan qechishi, ilg'or g'arb davlatlariga, demokratik davlatlarga kelajagini izlab qechishi qatorliq omillar yosh ish kuchilarining. Agar Xitoy o'zining dunyoning zavodi bo'lish funksiyasini boshqa davlatlarga tatqizib qo'ygan vaqtida yoki g'arbning jalb qilish, g'arb savdogarlarini, g'arb boylarini jalb qilish kuchidan mahrum qolgan vaqtida Xitoy nihoyat tezlam qulab ketadi. Xitoyni hozir Xitoy qilib turayotgan, Xitoyning 70-yillardagi sharqning kasal ko'pisi holatidan hozirgi Amerikaning oldiga o'tib, men dunyoni so'rayman deydigan Xitoy qilayotgan asosliq omil Xitoyningki zavod bo'lish funksiyasi. Ikkinchisi, boj va shu coğrafiyalik ve siyasi meseleler. Nurg'unlagan g'arb savdogarlari va tijoratchilarini Xitoydan qochib chiqib ketishga zo'rlayotdi va boshqa yana qayerlarni zavod qilsak bo'ladi, Vietnamni qilsak bo'ladimi, Hindistonni qilsak bo'ladimi, Meksikani qilsak bo'ladimi deydigan hech bo'lmaganda shunday bir o'ylanishni xiyolga keltirib qo'yayotgan ikkinchi masala siyosiy masalalar ham boj, Amerikaning Xitoyga yurgizgan boj miqdori 150%. Shunday Xitoyga Amerika bo'pmi Donald Trump hukumati 150% boj qo'ygan. Bilan Xitoy o'tirsidagi oxir chiqmaydigan shu savdo tijorat urushi kishilarni o'ylantirib qo'ydi. Bo'pmi boylarni, dunyodagi boylarni o'ylantirib qo'ydi. Shu Xitoyga mablag' sag'uvchilarning xiyoliga shunday savol kelishga boshladi. Birinchisi, Xitoydan bundan mumkin tijorat qilib, Xitoydan iborat bu zavodni mang'uzib unum yarata olamdim degan savol. Ikkinchisi, saharda o'rnimdan tursam, mollarim shu portda turib qoladimi degan andisha va vahima paydo qilib qo'ydi chet ellik mablag' sag'uvchilarda. Bu nihoyatda cho'ng bir vahima bo'lib, bu savol, ikki savolning bo'lishi nihoyat cho'ng vahim paydo qilgan savol bo'lib, birisi men bundan keyin Xitoydan shunday ig'ir bojlar qo'yilsa Xitoyga unum yarata olamdim. Ikkinchisi, sahar o'rnimda tursam, mollarim portlarda haftalab oylab, yillab turib ketadigan, nurg'unlagan paperwork, imzo qo'yadigan, rasmiyat o'taydigan ishlarning, shunday bir munchilagan odamning ishini pishiradigan rasmiyatlar nimsida qolamanmi, ostida qolamanmi degan vahima chet ellik mablag' sag'uvchilarni andishlantirib qo'ydigan va o'zidan o'zi savol so'raydigan yerga olib keldi. Uchinchisi,
Uyg'ur masalasi va qonunsizlik xatri. Uyg'ur masalasi va qonunsizlik xatri. Xitoy hozir shu Uyg'ur qirg'inchiligini boshlatib qo'yib, Uyg'ur qonuni majburiy emgigini, qul emgigini boshlatib qo'yib, buning oxirisidan qandoq chiqishini bilmay putlashib, oxiri o'zining o'z putiga o'zi chirmishib, zarlik o'chiblardek chirmishib Xitoyni g'ultadigan eng halqılık mesele shu Uyg'urlik qirg'inchiligi masalasi va mecburi emgak meselesi. Şuna Xitoydagi Uyg'ur mecburi emgak meselesi Xitoyning hozir shu kaniydan shundoq xeyli obdan sıqqan meselelerden biri. Xeyli obdan sıqqan meselelerden biri. Amerika e'lon qilgan Uyg'ur mecburi emgakini amaldan qoldirish qonuni yaxshi ishlatıdı. Xitoy bir yerde hem de sel sözümde yani çetnep ketip qo'yapti men. İnşallah yani Amerika ziyaretim ki qaytib kelalaman. Bu mecburi emgakdan bek ensirab ketyapti. Mao Kanadadagi parlamentdagi masimni Xitoyningmi ashcha chechirab sakrab turib undarab voy o'shda nim bormi? Sen borganmiding, ko'rganmiding undarab ketishlari Tünügün yana şu Vancouver'daki bir millet vekilimi şu mecburi emgak meselesi hakkında özü bile öz bildirilip şu bir nayet zor kölemlik devlet karakterlik bir cinayetini yepiş için Twitter'da yana bir narsalarni yazıptı. Quyoshni qandaqmı etek bilan yapqın bolsun. Uyg'ur mecburi emgakini qandaqmı o bir Xitoyninki endi o jiyalardan o'tib ketdi Xitoy. Qancha milliardlab pul xashlasimi Uyg'ur mecburi emgakini bu qirg'inchilikni hargizmi yeb qolamaydi, to'sib qolamaydi. Xitoy hozir nimadan ansirayotidu degan vaqtinglarda yaqinda Makarni Xitoyga berib, Xitoy bilan apaq-chapaq bo'lib Kanada xalqining qattiq g'azabga uchirdi. Shu Karni Xitoyninki 50 ming atrofidagi to'qliq mashinasini Kanadaga kirgizish to'xtamini tuzib kelgan 49 ming shundaroq. Kanadadan qattiq Karniga qattiq noroziliklar bo'ldi. Ontario o'lkasininki o'lka boshlig'i Kanada xalqini Xitoyninki şu elektrikli maşinlarni boykot qilishga chaqirdi. Boykot qilinglar, bu Xitoyning elektrikli mashinalari normal mashina emas, bu jasuslik mashinasi. Xitoy bizga bu yerga uning ichida GPSni tatib butun nima telefonlarni so'zlashgan, mashina ichida so'zlashgan narsalarni qayd qilganini unga olgan sistemlar va butunlay jasuslik sistemlarini o'rlashtirib o'tgan. O Kanadaga jasuslik qilgan kirdi. Uni Kanada xalqi namoyishlar qilib boykot qilinglar deb bakching tugan. Shunga endi Xitoy nimadan ansirayapti degan vaqtida shu majburiy Uyg'ur majburiy emgakining masalasining parlamentlarda savollar qilib so'rilib, matbuotlarga chiqib, shunda bo'lib ketgan vaqtida shundaq bir yuksak palla ko'tarilib, Uyg'urlarning manfaatiga foydali bo'lgan ahvol shakllanib qolgan ahvolda ahval yuz bergan ahvolda shu 50 ming elektrikli mashinaning Kanadaga kirmay qolarmi deb qattiq ansirayapti Xitoy. Amerika bu vaqtda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini 2021-yili Biden hokimiyat yurgizayotgan mezgilda imzolagan. Endi qanchalik ishildi? Bu Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerika yo'l qo'yganmish qonun qanchalik ishildi? Ishlash ahvoliga qarab boqaylik. Ishildimi, ishlamadimi zodi? Bu bek qattiq ishildi Xitoyda. Bek Xitoyni shu undartib qo'ydi. 2025-yili faqat 1 yil ichida Xitoydan Amerikaga mal eksport qilgan 144 shirkat 16 ming turlik mahsulot Amerika tamojasida tutib qilinib, Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatlik yoki munosabatlik emasligini isbotlashi talab qilindi. 144 shirkat 2025-yili 1 yilning ichida shu 144 shirkat 16 ming turlik mal
Uyghur mecburi emgigiga münasebetlikmi, emasmi? Deb tekshirildi, tutib turilib tekshirildi. 3,7 milyar dollarlık mal kontrol qildi. Bunda ahvol ostida bu g'arbdagi boy tijoratchilar o'zining obraziga inovatga ahamiyat berganligi uchun darhol Xitoyni tashlab chiqib ketadi. Bundaq ahvol ostida. Undaq inovat bularning chini inovat Xitoyga o'xshamaydi bular. Xitoy saxtipazlikni qilib qo'yib yuravergan bilan bular u saxtipazlikdan shunchalik jiroq ham uzoq, samimiy ham jim ish qiladi. Agar o'zining ömür boyu tiklagan inovatiga shu qul amgigi sababidan Uyg'urlarning ahuzari qoldiganlik sababidan ta'sir yetib qolgan ahvol bo'lib qolsa, yilqi Xitoydan xil yerlarni tashlab chiqalaydi bular. Onundan başqa mallarning portda haftalab turib tutib qilinib tekshirilishi va bundan kelib chiqadigan iqtisodiy yo'qotishlar Xitoyga mablag' solg'uvchilarning qalasida Xitoyga mablag' selib unum yarata olamdim deydigan bir savolni paydo qilib qo'ydi. Kelgusimiz qanday bo'ldi degan savollarni shakllantirib qo'ydi. To'rtinchi bir nuqtadan ijtimoiy muhitni boshqarish masalalari ilib kelgan bisimlar. To'rtinchisi Xitoydagi shirkatlar cho'qim muhitga karbon chiqarish ahvolini, ta'minlash zanjirininki ahvolini, ondan keyin ishlab chiqarish jarayonida inson haqlari qonuni xiloflik qilinganmi yo'q, majburiy qul ishchi ishlatilganmi, ishlatilmaganmi deganga o'xshash nurg'unlagan jadvallarni to'ldirishga majburlandi. Shu Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni chiqarilgandan keyin shunday shukurga o'xshash nurg'unlagan bir muncha jadvallarni to'shtirishga majburlandi shirkatlar. Nurg'unlagan mablag' sog'uvchilar buning bilan Xitoyga bog'lanib qolishni bir yuk deb qaraydigan bo'lib qoldi. Undan boshqa qo'shimcha haqlarning ishib ketishi. Amerika Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonunini ma'qullagandan keyin Xitoydagi kishilarning huquqlari qattiq surish qilingan bo'ldi. Kishilarningki strahvaniya haqlari ishga boshladi. Huquq jihatdagi Xitoyga bo'lgan besim xalqaro qonuniy va huquqlar jihatda Xitoyga bo'lgan besim ish berayotgan bo'lib, dunyoning ko'zi Xitoy qul ishlatyapti degan masalaga markazlashib qolgan bo'lg'achqa, Xitoyga mablag' sog'uvchilar o'z-o'zidan biz nimishga shunchalik masalalar va Xitoyga bog'lanib qolamiz, boshqa tinch xotirjam bosh og'rig'i yo'q bir joy yo'qmi deganni o'ylashgan bo'lib qoldi. Bo'libmi Amerika Uyg'ur majburiy emgigining oldini olish qonuni yo'l qo'ygandan keyin bu g'arbni qattiq o'ylantirib qo'ydi. Xitoy shu Uyg'ur majburiy emgigining xalqaralashib ketishidan, qonunlashib ketishidan, davlatlarning parlamentlariga kirib ketishidan, xalqning qo'zg'alib ketishidan, Uyg'urlar haqida o'rinlardan dastirib ketishidan, ko'chalarda, dunyo ko'chalaridan Uyg'ur majburiy emgigini to'xtat degan shiorlar, yangragan namoyishlar bilan to'shib ketishidan qo'rqayotganligi uchun agar shunday bir vaziyat shakllanib qolgan ahvol ostida o'zininki shirin tushlarining elektronlik mashinani sotaman degan shirin tushning saxta yolg'on shakar yoritilgan elektronlik mashinalarning Uyg'urlar moyitini yaxshi bilgan mashinalarning ko'chalarda, dunyo ko'chalarida urib chiqilish ahvoliga duch kelib qolish ehtimolligini sezyapti, faraz qilyapti. 3-bo'lim Xitoydagi shirkatlar navbati tamamen Xitoyni tark etish vaziyatida emas. Ya'ni tamamen butunlay tark etish vaziyatida emas. Buning uchun vaqt ketadi. Ammo yemidan salmoqchi bo'lgan mablag'larni Xitoydan boshqa bir davlatga silishni o'ylash vaziyatida. Hozir butunlay dunyoning tartibi, dunyoning vaziyati, dunyoning tamponligidan, mayli siyosiy tamponligida bo'lsin, mayli savdo tijorat, iqtisodiy tamponligida bo'lsin, zo'r o'zgarishlar bo'layotgan bo'lib, boylarmi, mana xalqaro mablag' solg'uvchilarmi Xitoy qo'shilgan biri
strategiyasini yo'l qo'yotdi. Ya'ni hozircha Xitoyda tutib turish, boshqa bir yerga ko'chib berib, masalan siz bir yer berib o'rinlashib, u yerdan bir uy ilib, u yerga kirib o'rinlashib quvag'ichilik, makoniyingizni setvatmay turib tursiz, shunga o'xshash. Hozircha Xitoyda turib turish. Qulaylik bir joy tepib, tapqandan keyin tamdan atliblam chiqib ketish Xitoydan. Mushu yo'lni tutyapti. Shu xil iqtisodiy havo bizga Xitoy egiligining kelajakda bugungidek bo'lmaydiganligidan derak beryapti. Dunyo ishlab chiqarish mexanizmining, ya'ni dunyo zavodlarining xaritasi yangidan sizilmoqchi. Ammo o yangi mexanizm hargizmi Xitoyda bo'lmaydi. Hargizmi Xitoyda bo'lmaydi. Burunqi zavod bo'lish mexanizmi hargiz Xitoyda bo'lmaydi. Shuning uchun Xitoy buning shapsini ham sezgan bo'lg'ashqa Xitoy yana yangi texnikalik masalalar, elektrlik mashinaga diqqatini, asosiy mablag'ini elektrlik mashinaga qartatyapti. Uyg'urlarda bir maqol tamsil bor, yog'och qozonda faqat bir qitimla osh pishadi deydigan. Kelajak dunyo Xitoyni zavod qilib tanlamasligi mumkin. Yog'och qozonda faqat bir qitim osh pishadi. Xitoy dunyo uchun bir yog'och qozon bo'lib bo'ldi. Xitoy dunyo kelajakda Xitoyni zavod qilib tanlamasligi mumkin. Undaqda dunyo o'ylashayotgan kelajakning zavodi parlagan yulduzi qayerda bo'lishi mumkin? Meksika bo'lishi mumkin. Meksika Amerikaga bak yaqin. Mana kelajak dunyoning zavodini Xitoy qilishdan voz kechib mablag' solg'uvchilar Meksikani tanlashi mumkin. Chunki Meksika Amerikaga yaqin mahsulotlarni tez vaqt ichida topshirib berish imkoniyatiga ega. 2024-yilning oldingi yarmida Meksikaga jalb qilingan umumiy chet el mablag'i 31,1 milliard dollarga yetgan. Meksikaning shimolidan yo'lga chiqqan bir yuk mashinasi mahsulotlarni faqat bir kun bilan 7 kun ichida Amerikadagi shu malning egasiga yetkazib bera oladi. Ya'ni mahsulotlar Xitoydagidek qancha atlab dengizlardan olib kelgan ahvollarga xatim berildi. Gerçi Meksikada ishchilarning soatlik ish haqi 4,4 dollar bilan 6,1 dollar orasida bo'lsa-mu, ammo Xitoydagi ishchilar haqidan sal yuqori bo'lsa-mu, tezlik va jo'grafiyalik o'rin va bexatarlik nuqtasidan yuqori imkoniyat saqlay oladi. Dunyoning yana bir tarafida Hindiston. Hozir Hindiston dunyodagi mahsulot ishlab chiqaruvchilarning ko'zi tushayotgan zavod bo'lish, kelajakning zavodi bo'lishida chaqnayotgan bir marvoyit bo'lib hisoblanadi. Mush Hindiston o'ziga cho'ng texnik shirkatlarni o'ziga qaratish uchun milliardlarcha dollar xarjlayotdi. Masalan, olma shirkati, Apple shirkati allaqachon Xitoydagi ishlab chiqarishni Hindistonga muvaffaqiyatli holda yetkazib bo'lgan bo'lib, faraz qilinishicha, 2026-yili dunyoda sotiladigan olma telefonlarining 25% Hindistonda ishlab chiqarildi ekan. Olma shirkati hozir Xitoydan asosan chiqib bo'ldi. Hindiston ham milliardlarcha nüfus bilan ham kuchli bir ishki bozor bo'lib hisoblandi. Ham Xitoydagi bir mustabid davlatdan chiq yaxshi. Bu jihatda Hindiston Xitoyning oldiga o'tib hozir dunyo tanlaydigan bir zavod bo'lib turmoqda. Onun başqa qurashtirish sohasida Vyetnammi bir yıldız bo'lib chaqnayotdi. Tayvanninki texnik shirkati ishlab chiqarishningki 90%ni Xitoydan Tayland, Vyetnam va Indoneziyaga yetkazgan. Taylandmi shu qurashtirish kompyuter texnik sohasida hozir Vyetnam, Tayland qatorliq, Indoneziya qatorliq 3 davlat jiq tez
ilgirleyatkan bulup Tayvan 90% mahsulot ishlab chiqarishni zavodini Xitoydan darhol mush 3 davlatga o'tkazib bo'lgan. O'yinchoq ishlab chiqarishdan diva cho'ng bir shirkat MGA deb atalgan shirkatmi ishlab chiqarishiningki Xitoydagi mush o'yinchoq ishlab chiqarishning 40%ni yuqorgi davlatlarga qaydirgan yoki yutkigan 40%ni qaydirgan yutkab bo'lgan. Endi 4-bilim Xitoy iqtisodiyotidagi zanjirsimon daz ketish. Mushu Xitoydagi ishlab chiqarish faqat bir sohalam emas, balki butun Xitoy iqtisodining asosi bo'lib hisoblanadi. Xitoydagi zavodlar ojizlashgan vaqtida barliq sohalar tavrinishga boshlaydi. Bu Xitoyning dastlabki tavrinishlarining bishoratlari. Bundan keyin Xitoy inshaalloh texnik tavrindi. 2025-yilda Xitoyningki tashqi tijorat hajmi texchilam 6,5 trillion atrofida. Ammo raqamningki yuqori bo'lishi u yerda har zaman bir sog'lom bo'lgan savdo tijoratning bo'layotganligini bildirmaydi. Xitoyda talab yuqori bo'lmagan sharoitda ko'plab mahsulot ishlab chiqish yuz bersa, qanday oqibat kelib chiqadi qarab boqaylik. Bundaq ahvolda zavodlar mahsulotlarni ziyon sotadi. Masalan, har kuni siz bir navoy deylik, siz har kuni 10 ming non pishirsiz. Ammo 5 ming sotasiz. Qolgan 5 ming nonni pishib chiqish tanarqidan azon sotasiz. Ziyniq sotasiz. Sirtdan qaraganda bu bir yaxshi, oy 10 ming non pishirib yetibdi, bu navoy qattiq cho'ng ishlari yaxshi yurishayotgan navoy ekan deb qaraysiz. Ammo mohiyatda bu navoy ziyon tortyotdi. Xitoy mana shu navoyga o'xshaydi. Xitoy zavod shirkatlari yaqinqi yillardan buyon yuqori texnikaga mablag' silib, shu yuksalish yo'liga qarab menayotganda ko'rinyapti. Masalan, yuqori biz o'tib ketgan to'kliq mashinalar, batareyalar va quyosh energiyasi qatorliq jihatlarda nurg'un mablag' silib, bakchiq mahsulot ishlab chiqarib to'kmi quvvatda hozir. Dunyoning hamma yeriga tengyapti to'kliq mashinalarni, batareyalarni azam bahada dünyadaki bozordagi shu mashinalarning bahosini raqobat e'lon qilgan holda u baholardan tuvan holda bir bozor sifatida Xitoy 2023-yilda Xitoy 5 millionga yaqin to'kliq mashina ishlab chiqarib, dunyoning eng ko'p to'kliq mashina ishlab chiqaruvchisi dunyodami ishib ketdi. Xitoy sanoat ishlab chiqarishda texnik yuksak bir saviyada turmoqchi bo'ldi. Sun'iy shaklda, yolg'on holda, sun'iy bir holda dunyoga o'zini sanoat ishlab chiqarishdan yuksak bir darajada turayotganini ko'rsatmoqchi bo'lgan tijorat shakllantirayotgan Xitoyga qarshi bu qarabdimda Amerika shu Xitoyningki mashinalarga 100% elektronlik mashinalarga 100% bosh qo'ydi. Yevropa bu 40% atrofida bosh qo'ydi. Amerika Xitoy tijorat urushi 2-0 holatda keskin davomlashyapti. Dunyodagi boylar va shirkatlar Xitoyga mablag' selish uchun faqatla azan ish kuchi izlamaydi. Eng tuvan xatar yoki ziyonni qo'g'lashadi. Aziz qarindoshlar, men programmamningki oxirgi uchlarga kelib qoldim, xotima qismlariga kelib qoldim. Shundan programmam bugun mishada oxirlashdi. Xitoy ulaydigan asqaldi nomli programmamning 43-qismi mishada oxirlashdi. Xitoy ulaydigan asqaldi nomli programmamning 44-qismida ko'rishgacha omon bo'linglar. 44-qism programmamda yana davomli Xitoyni muloyiz qilamiz. Xitoyni muloyiz qilamiz. Aşı bulunglargacha har bir yerlargacha zirzavirlargacha muloyiz qilib, zodi Xitoy qanchalik qulaydigan qanchalik qoldi. Bu vaqtda to'xtamay izlanamiz. Taki Xitoy qulab, vatanimiz Sharqiy Turkiston qurilib, oy yulduzliq ko'k bayroqlarimiz vatan zaminida parlig'icha
Ləpildikcə aman bulunlar, ümidvar bulunlar. Xitay qulaydı. Aman bir günü qulaydı.